Bugun sizlar bilan yoshi kattalarga ham, kichkinalarga ham bir yoqadigan, maktabga o'qishiga hisob bersa bo'ladigan, bananli, mazali, yumshoq, ichlari berchi bo'lib qolmaydigan keks tayyorlaymiz. Ayniqsa bananli xolodilnikda qorayib qolgan bo'lsa, undan ham mazali bo'ladi. Banan ham uvol bo'lmaydi. Birinchi ikkita bananni yaxshilab vilka yordamida ezib olamiz. Xohlasanglar terka, мясорубка, blender orqali ham ezib olsa bo'ladi. Yumshaygan bananlarimizni yaxshilab vilka yordamida ezib olamiz. Ezib mayda qilib qamoqlarini ketkazishga harakat qilamiz. Undan keyin esa margarin, tuxum, shakar, razrыхлитель, un qo'shib hammasini bitta massa qilib olamiz. Nimani qanchadan qo'shganimni pastda opisaniyada yozib qoldiraman. Shakar va eritilgan margarinni qo'shib aralashtiramiz. Margarin issiqroq bo'lganiga shakar erib ketishi kerak. Ichida yaxshilab venchik yordamida aralashtirib bitta massa qilamiz. Hamma qo'shayotgan masalliqlarni aralashtiramiz. Yaxshilab aralashtirib bitta massa holatiga keltiramiz. Keyin sekin qamoqchiklarini ketkazishga harakat qilamiz. Ketmasa ham hech nima qilmaydi, chunki bu banan ichida pishib ketadi. Ozginadan un qo'shib boshlaymiz. Unni ko'p ham, kam ham qo'shib bo'lmaydi. Agar kamroq yo ko'proq qilib qo'ysa, ichi berch bo'lib qoladi. Yaxshilab aralashtirib bitta massa holatiga keltirib olamiz. Shunaqa quyuqroq, qaymoqqa o'xshagan massa bo'ladi. Xohlasanglar shokolad, xohlasanglar kakao qo'shsa ham bo'ladi. Ichiga menda shokolad bor ekan, shokoladni to'g'rab sovordim. Maydaroq qilib to'g'rab, shokoladlarni ichiga solamiz. Juda ham zo'r mazali ta'm beradi shokolad, yoki xohlasanglar vanilin sovorsa ham bo'ladi. Shokoladlarimizni ham qo'shib, buni ham yaxshilab aralashtirib olamiz. Qanaqa shokolad qo'shishi farqi yo'q, uyda bor masalliqlardan qilinadi. Shokolad bo'lmasa ham, kakao bo'lmasa ham hech nima qilmaydi. Yaxshilab aralashtirib, shunaqa massa holatiga keladi. Qolipimizga qo'yib olamiz. Qolipimizni yog'lab olamiz. Ozgina yog' qo'yib yoki xohlasanglar margarin bitta ustidan surib chiqsa ham bo'ladi. Yog'lab olib, ustidan massamizni qo'yamiz va 2-3 marta urib qo'yamiz bitta massa bo'lish uchun. Qizib turgan duxovkada 180 gradusda 40 minut pishiramiz. Birinchi 180 gradusda pishirib, keyin 170-160 gradusga qo'yib qo'yamiz 20 minutdan keyin. Yumshoq, ichlari ham berch bo'lmasdan pishib chiqadi keksimiz. Maktabga bolajonlarga solib bersa ham bo'ladi.